Birgina xatoyim menga $115 tushdi. Bilmasdan yurib boribman, orqadagi kabel uzilib ketdi. Buni tezda almashtirmasam bo'lmaydi. Sabab buni oqibatida treylerning faralari yonmaydi. Tormoz bosganda orqadagi odam bilmasdan treyler tagiga kirib ketishi mumkin. Tezda magazinga kirib yangisini olib chiqdim. O'zi yetmaganda yukim bor edi. Sabab vaqtini oz bergani, buni hali almashtirish kerak, bilmadim, yetkazib olib boraman. Videoni kuzatib turing, oxirida ko'ramiz. Buni bo'shatib almashtirishga yarim soatdan ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun buni yechib, yulib tashladimda o'rniga yangisini tiqib, bir amallab vaqtinchalik o'rnatib qo'ydim. Va nihoyat almashtirib bo'ldim. Endi yo'lga chiqmasam bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar, vaqti juda ham oz bergan. Toshni kechikayotganga o'xshadi. Sababi 11:15 gacha yetkazib olib borishim kerak, lekin menda 11:23 ko'rsatyapti. Yaxshi ham almashtirib olganim. Yo'lda Waystation ochiq ekan. Belgilangan tezlik 55 ekan. Ko'pchilik trakchilar 60-65 yurib vaqtdan yutadi. Men ham shuni ishga soldim. Lekin bitta muammo, Waystation tortsa aniq kech qolaman, lekin tortmadi. Ancha ko'ngil joyiga tushdi. Qarasam 10 minut vaqtdan yutibman. Yo'lda mana shunaqa chiroyli yangi tushayotgan uylar bor ekan. Agarda sizga ham shunaqangi uylar proyekti kerak bo'lsa, Minaret kompaniyasiga qo'ng'iroq qiling. Men esa vaqtida yetib keldim va nihoyat shu bilan video tugadi. Kuzatishda davom etinglar.